Assalomu alaykum qadrdonlar, qalaysizlar? Bo'lmaysizlar, tinchmisizlar? Xonadonlar tinchmi? Qalaysizlar endi? Shohruh uka qalasiz, ishlar bo'lyaptimi ukajon qalasiz endi? Ko'rdim, Ferrari mashinalar quliq bo'lsin, omadingizni bersin. Shohruh keling uka, bir mehmon qilaman, behazil lekin o'tiramiz mazza qilaman. Zapar aka, Shohruh, kelinglar bir mehmon qilaman, behazil lekin o'tiramiz mazza qilib. Voy, blin! Biz ham yuribmiz, sekin taksi qilib yuribmiz. Nima qilaylik boshqa? O'zi tinchmisizlar do'stlar? Taksi kerak bo'lsa xizmatdamiz. Sharoitlar ham qiyin bo'lib ketdi-yu do'stlar, yana bir oydan ekan. Keyin to'ylar boshlanadi, xudo xolasa ko'rishamiz. Sog' bo'linglar do'stlar. Endi bosh vodkani olib tinchlanamiz. Sharoitlar ham qiyin bo'lib ketdi-yu do'stlar, yana bir oydan ekan. Keyin to'ylar boshlanadi, xudo xolasa ko'rishamiz. Sog' bo'linglar do'stlar. Oqibatimiz, aka-ukaligimiz uzilmasin aziz do'stlarim. Sog' bo'ling Rustam aka. Rustam aka, assalomu alaykum. Aka, sog'liklaringiz yaxshimi? Ishlar bo'lyaptimi? Rahmat aka, biz ham sog'-salomat ishlab yuribmiz. Rahmat aka, qulluq Ferrari mashinalarini oldik. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat Rustam aka, qulluq Ferrari mashina oldik. Rahmat aka, sog' bo'ling. E'tibor uchun rahmat Rustam aka. Xursand bo'ldim. Albatta mehmonga boramiz ustoz bilan. Yaqinlarga barchaga salom ayting aka. Tez orada ko'rishamiz inshaalloh. Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза.